Bugungi brifing mavzumiz O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 16-fevraldagi PK 65-sonli muborak Ramazon oyini munosib tarzda o'tkazish to'g'risidagi qarori yuzasidan gaplashib o'tamiz. Keyingi yillarda mamlakatimizda inson qadri, huquqi, manfaatlarini ta'minlash, jamiyatimizda tinchlik, do'stlik, hamjihatlik muhitini mustahkamlash, aholi, ayniqsa ehtiyojmand toifalarni ijtimoiy himoya qilish borasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlarimiz tufayli muqaddas islom dinining insonparvarlik mohiyati, o'zaro ahillik, saxovat va shukronalik g'oyalarini o'zida mujassam etgan muborak Ramazon oyi xalqimiz qalbiga yanada yaqin va mo'tabar ayyomga aylanmoqda. Ijtimoiy, ma'naviy hayotimizdagi o'rni va ahamiyati tobora ortib borayotgan Ramazon oyini munosib kutib olish va yuqori saviyada o'tkazish diniy, ma'rifiy, madaniy qadriyatlarimizni asrab-avaylash va ulug'lash maqsadida 2026-yil muborak Ramazon oyining boshlanishi 19-fevral kuniga to'g'ri kelishi haqidagi O'zbekiston Musulmonlar idorasining axboroti ma'lumot uchun qabul qilinsin. Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari, din ishlari bo'yicha qo'mita, O'zbekiston mahalla uyushmasi, Ijtimoiy himoya milliy agentligi, O'zbekiston faxriylarining ijtimoiy faoliyatini qo'llab-quvvatlash nuroniy jamg'armasi va boshqa hamkor tashkilotlar bilan birgalikda mamlakatimizda Ramazon oyini milliy an'ana va qadriyatlarga mos tarzda o'tkazishga doir chora-tadbirlarni amalga oshirsin. Ramazon mehr, muruvvat, ahillik va shukronalik oyi degan ezgu g'oya asosida kam ta'minlangan ehtiyojmand ijtimoiy himoyaga muhtoj insonlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, mahallalarni o'zaro hurmat, hamjihatlik, adolat va tarbiya maskaniga aylantirish, yer, suv, havo va tabiiy muhitni asrash, muqaddas qadamjolar, ziyoratgoh va qabristonlarni obod etish, Ramazon oyi bilan bog'liq tadbirlarni isrofgarchilikka yo'l qo'ymasdan ixcham, mazmunli va tejamkorlik asosida o'tkazishga alohida e'tibor berilsin. O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi, O'zbekiston Milliy axborot agentligi va boshqa ommaviy axborot vositalariga Ramazon oyini o'tkazish bilan bog'liq tadbirlarni keng yoritish tavsiya etilsin. E'tiboringiz uchun rahmat.